mushtariy yozyapti. 20 yildan beri somsapazman. Hozir qiziq jarayon ketmoqda. Tabiiy gazda ishlardik. Bir hafta oldin gaz hisoblagichimiz yuqoridan bloklanib, gazdan foydalana olmay qoldik. Hudud gazga murojaat qilsak, o'tinda ishlab turinglar deydi. O'tinda ishlaymiz desak, ekologiyadan kelishib jarima qo'llaymiz deydi. Sizlar suyultirilgan gazda ishlab turinglar deydi. Shundan keyin biz yong'in xavfsizligi xodimlariga murojaat qilib, suyultirilgan gazdan, ya'ni gaz ballonidan desak, Sirdaryoni ko'rmadingizmi? Portladi kafeda deydi. Lekin maslahat berishdi. Elektrda ishlanglar, tandirni spiral qilib deb. Surishtirsak, elektr gaz ballondan ham xavfli ekan. 3 faza elektr qo'shimchasiga tandirga suv sepiladi. U ham bo'lmadi. Spiral tandir bo'lsa, limitdan oshamiz. 3 barobar to'laymiz ekan. 2 kun ishlamadik. Soliq inspektori keldi. Nega kompyuterda chek urilmagan deb ko'rsatyapti. Agar ertaga ham chek urilmasa, jarima qo'llaniladi deb ketdi. Sanab o'tilgan 4 ta yo'lda ham jarima to'lash xavfimiz bor vaziyaat. Bu yopiq halqada. Dahshat. Qaysi birida eng kam jarima bo'lsa? Qayerda to'xtash kerak misol uchun-da? Nima qilish kerak? Men tushunmayotgan joyimda boy mamlakat emasmiz, kambag'al mamlakatimiz bo'lgani uchun non va somsa juda ko'p yeyiladi. Chunki eng arzon ovqat. Qorin to'ydirishning eng arzon yo'li. Shu minglab, 10 minglab somsapazlarni shu yig'ishtirib, tandirini buzib Rossiyaga ketish kerakmikin deyman-da. Bu yechim emas-ku. Mana shu yechim emas-da.